Assalomu alaykum, hurmatli Qo'rg'ontepa uy savdo obunachilari. Sizlarga hozir topib qo'ygan uyimizni bir qator tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bu narxlari ham juda ham sizlarga qiziq bo'lgan narxlarda. Egasi bizga yerni narxida sotib olishga e'lon berdi. Bir qator uyimizni ko'rsatamiz. Shunaqa uyimiz ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, uyimiz 9,5 sotkada joylashgan bo'lib, ozgina qarovsiz holatda turibdi. Dokument xat hujjatlaridan umuman muammosi yo'q. Xudo xolasa pastda nomi bilan qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Narxlari ham juda ham arzon bo'lgan narxlarda. Narxni videoda oxirida aytamiz. Bu yerga xohlasangiz uy qilib, xohlasangiz bu yoqlarni ham olib qo'ysangiz bo'ladi. Uyimiz shunaqa kirish, bu tomonda eski binolar, uylar ham solingan, xonalari bor. Ko'rish mumkin. Odam anchadan beri yashamagan bu joyda. Bu lokatsiyalari ham sizlar uchun juda ham qiziq bo'lgan lokatsiyalarda joylashgan. Eski bozorda oldida, yagonaning orqasida. Bu joyda xohlasangiz uy qilib, xohlasangiz sklad sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, 30 ming dollar qilib narxini belgilaymiz. Bizning kanalimizdan chiqqanlar uchun ancha-muncha kamlarni qilib beradi. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Qo'rg'ontepa uy savdo jamoasi sizlarga eng yaxshi inglizcha davom etadi. Videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.